Yo, hammaga salom bolalar. Sizlar bilan har doimgidek Zeroffi bo'tdi bolalar. Bugungi videomizda biz SNG regionidagi top prime akkauntlarni ko'ramiz. 10-o'rindan 1-o'ringacha hamma akkauntni ko'rib, birdan ungacha baho beramiz bolalar. Давайте go bolalar, boshladik. Scam to bet. Bularni bosamiz. Masaga. Sizlar bolalar, Caspek 6. Mana endi 10-o'ringa o'tdik. 10-o'rinda bizda Gulichka degan akkaunt ekan. Gulichka degan akkaunt ekan. Hozir bu akkauntni biz sekin ko'ramiz. Yaxshi. Hop, 79-level ekan, level ekan bolalar. Gejasi 4-level ekan. Spesifik желающий mana shu ikkita narsa. Uncha old bolaga o'xshab ko'ryapti cho'tta bizga. Hop, Evo bor ekan, bitta Evo, 2 Evo, 3 Evo, 4 Evo, 5 Evo, 6 Evo, 7 Evo lichasi bor ekan akkauntda. Balki undan ham ko'proqdir, lekin men hozir bu arjodan ko'raman 7 Evo licha. Men bu skinni ham bilgan, biladi bu zo'r skin bu ham. Hop, bu bolani setiga, bu brachkamiz setiga men 10 dan 4 bergan bo'lardim. Uncha yemagan, hayot o'ta qo'ygan pulni usti bilan grim o'zgartiribdi, bo'ldi. Hop, endi keyingi o'rnimiz bizda Siti Bobo degan akkaunt ekan, ko'ramiz hozir. Kirib kelish chetga ekan, ha? Imperialni kirib kelishga bu. Hop, akkauntda 42746. Aytsam normalniy Ragnarokga mana bu hayvoncha bor ekan. Hech yo'lchasi bor bunda. Daypya, Ragnarok, Ajimania, akkaunt old skiga o'xshayapti. Qani. Old ski akkaunt ekan, birinchi ikkinchi propiska lekin yo'q ekan. Keyingi o'rimiz Lombre degan akkaunt ekan bolalar. Hop, bu akkauntni o'z ko'ramiz. Tashlamanglar, pожалуйста, tashlamanglar duruzga video otganimda. Qorong'i ishimizni bezatdi profilni. Mayli bolalar, hozir akkauntdagi profillarini ko'ramiz. Buncha old bola ekan. Old bola ekan, nima bu profillarini bittasi ham tushunsiz, menga umuman yoqmadi bu akkauntni. Setiga 10 dan 1 beraman. Umuman yoqmadi. Keyingisi agentka degan akkaunt ekan, hozir bu akkauntni o'zini ko'ramiz. Agentka, gejasi 5-level ekan. Men sochidagi narsa nima menga boshqa yoqdi. 6 na bor ekan, o'zi. TikToker ekan. Yaxshi TikToker ekan. Bu bir sita bor ekan. Bunaqa naborlar bor ekan, yaxshi akkaunt qiziqarli. Bu ham ancha donatorlikka endi boshlagan akkauntga o'xshaydi. Normal o'ldiroq ekan. Keyingi o'rinda bizda Saidal SNG degan akkaunt ekan, Saidal SNG. Cho'tta bu akkaunt ham qiziqarli-yo. Birinchi bor, ikkinchi bor, 3 bor, 4 bor, 5 bor, 6 bor, yaxshi. Glavniy 6 ta bor ekan, bo'ldi. Propiska ko'rdik. Yaxshi, 7-levelda buniki 6 ekan. Propiska ko'rildi. Qani, ikkalasidan ham chiroyli ekan. 81 yulduzini, voy, bilaski. Expert Grand 5 marta Grand. 5 marta Grand, to'kibidan chiroyli ekan. Voy, mana orzulari ham yondiradi-yu, mana. Orzuni ham yondiradi. Evolyutsiyasi bitta ekan, 2 ta ekan, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta, 9 ta, 10 ta, 10 ta evolu bor ekan, 10 ta evosi bor ekan. Yaxshi bolalar. Keyingi o'rnimizda men buni ekran o'qimayapman. Bu oddiy ekan. 3 ta 8 mi? Da, 3 ta 8 ekan. Voy, bolalar. Chiroyli naborni chiroyli raqam yopdik-ku, ha?
Nima bu endi? Men profiliga baho bermoqchi edim. Profilim o'stir ekan. Mana bu taxabbus. Birinchi kichik yo'g'i ultra akkauntga yozgan. 1 2 3 4 5 6 7 8 10 ta evolyutsiyasi bor ekan bunda ham. Normalniy menga yoqmadi bu akkaunt. Keyingi o'rinda bolalar. SNGdagi top akkaunt. Davaska bolalar. Nima deydi bu akkauntda bolalar? Davaskada bu ham o'zi ham Davaska bo'lib turibdi. Ochilmaganda bu Zombie Samurai 8 yer gold headshot artist Prime Legend va Akatsuki. Mana bunga qo'yib bo'lgan Akatsuki ham u prikol qilib qo'yganda oxirida propiskalarni ko'ramiz. Ikkinchi propiska yo'q bunda. Ikkinchi propiska yo'q. 1 2 3 4 5 6 6 bor ekan, 1 bor ekan. 120 mingta like bolalar, skijali. Orzusi ham zo'r narsalar yaxshi. Ota narsalar Davaskada bor, ko'plari. Men bunga nega bosgan? Endi galchkaga tushunsa bo'ladi. Chiroyli narsa o'zi galchka. Men bilan urusi bu naborni bolalar bilgan biladi. Bu nabor tekinga beradi deb kim aytdi? 3 kun tekinga beradi deb internetda gaplar yurtirish. Bu nabor qitcha nabor lekin. Tekinga beradi deb kimdir aytgan, shu nabor endi mana shular, yivanlar. Asıl oldu şu narsaga. Men bu bopikdan berilardi bolalar. 1 yil olingan narsa bu. Oy, Davaska o'zi ham o't narsalarni qiladi. Davaska tushunsa bo'ladi, lekin bu Davaska akkaunt emas bo'ldi. Men bu menga yomon yoqadigan. Men bu VPN bor. Bu uxlandi ham. Men bu Red Bull'niki, Davaskani o'z akkaunti emasligiga alam qiladi bolalar. Endi keyingi o'rinda 3-o'rinda bizlar top ustalik keyin yetib keldik. Shu joyda videoga bitta like bo'lib, bitta podpisatsiya bosib ketamiz bolalar. Qo'yilgan akkauntda. Keyingi o'chirtimizda Kasper degan akkaunt ekan, 40 ideal. Setiga 10 dan 10 beraman. Rost old narsalar bilan qilgan. Bu akkaunt o'ziga 9 beraman lekin. Men buni qo'ygan Aderaz, Ortolka Aderaz. Old Stenka ikkitasi ham olingan. Rubin bilan Scar olingan. Daypyat. To'g'ri bo'lsa. Bu avval bilgan biladi, bu katanani ham bilgan biladi. Endi boyoq propiskaga kiramiz. Boyoq propiskadan atiga 1 2 3 4 5 6 ta solinmoqda. Mayli. Qiling narsa emas. Birinchi bor, ikkinchi bor, uchinchi bor. Nega boshqalardan shu boyoq propiska kamroq, ha? 4 pochkasi ketgan bu bolaning akkauntiga. Keyingi o'rinda Skyri degan akkauntimiz. Skyri degan akkaunt ekan. 40 kishi yo'q ekan, mayli. Menga baho bermaydi bo'ldi. Eva taxlab tashlagani yoqmadi, hatta akkaunt cho'kib ekan. Old basmi menimcha bu old bola ekan bu ham. Old. Jami scoring old, starting old emas, lekin old. Profilni musor qilib qo'yibdi. Jujutsu Kaisen, Naruto, Madara menga yoqadi. Gojo uncha emas, Sukuna yoqadi menga ko'proq. Gintama bor ekan, yaxshi. Spiskga joylashdi, ko'p narsalar bo'lganda. Evet, ko'ramataymiz bolalar keldi. Birinchi o'rin legendariy o'rin 3 million 385 ming 488 840 ramos bilan bizada bolalar mana shu akkaunt bo'libdi bolalar. Turdining akkaunt ekanda bolalar o'zi ham Anna ekan, props nega qo'ymading Anna? Akkaunt menga yoqmadi, rostini aytaman, akkaunt menga yoqmadi. Sizlarga ham yoqmadimi? Yoqmasa ajoyib xushta bo'ldi. Akkaunt hech kimga yoqmaydi menimcha bu akkaunt.
kimga yoqmaydigan akkaunt mancha bu. Inyam bu akkaunt seti ham musor. Rost seti musor. To'g'ri, meni akkauntimda yo'q, lekin meni akkauntim bu yoqda bor, lekin o'zi shu akkauntda video olmoqchi edim, kechikdim. Afsuski bolalar, hozir o'zim akkauntim sizlarga bitta postda o'tib ketaman. Afsus bolalar, afsus. Azalashdim, meni akkauntim emas. Banda lekin bu akkaunt. Teman bizda birinchi o'rinda mana. Akajon. Bizda uncha zo'r anomus. Manda anomi bormi? Hozir ko'raman bolalar. Onda anomi bormi? Kim bu anomi? Gecem zara bolalar tashlab yubormoqchi edim. Qo'yadilar, oxirigacha turdilar. Bolalar, endi bu yoqqa akkauntim bo'ldi. Endi bu yoqqa YouTube kanalimda faqat Free Fire video chiqadi. Ana temanga o'tamiz. Ko'rib o'tdi. Anomus kimmi bolalar? Anomus mana akkauntimda nima qiladi? To'xta, men bu razvonni video anisi. Necha ekan bolalar? 5-level ekan. Yaxshigina ko'p ekan. Bu akajon deb qo'yganman. Setiga onda musor set emasmi? Ja, unaqa musor emasmi? Bu setga ham chichida bo'lmaydi. Yangi narsa Namikaze miniaturni seti bu. Boshini o'zgartirib qo'yibdi. Botda bu bot. Naborlar qilib qo'ygan. Hamma yog'iga nabor, emotsiya, mana bu butsin. Uncha zo'r akkaunt emas, men uncha qo'ygan. Akkaunt esinglarda bo'lsa, buni o'zim ko'rsatganman. Bu o'zim akkauntim, просто men bratchikamga o'ynashga berib qo'yganman. Akkauntimni dabdala qilib tashlabdi bolalar. Rost akkauntimni dabdala qilib tashlabdi. Mana qaranglar bolalar, ana akkauntimda turibdi mana. O'zchada bolalar bu. Qaranglar, akkauntimni berib qo'yganman, o'ynashiga vashi dabdala qilib tashlagan. To'g'ri, ozgina ekspert masda shunaqalarga chiqibdi, uncha emas. Qanani akkauntim mana. Ekspert 54 ga chiqibdi, men bundan mamnun qilibdi. Hech bo'lmasa ekspert qilganda ham yo'q, har yerdan, ko'pidan, bu dabdala qilib akkauntimni. Kim akkaunt? Meniki Mustafa gapirmay, videoman. Nima qilgan akkauntimni bu? Bot? Qanaqa bezatib qo'ygan bola, chiroyli qilib qo'ygan nima? O'zga narsa qo'ygan, o'zga. Akkauntimni nima qilib tashladilar? Arzu qo'yamiz bola. Arzu ko'proq o'qib beradi bizga. Razachani qo'yamiz. Ko'pchilik aytar, emotsiya bir narsa deydi. Emotsiya aslida akkauntlarni yomonlashtiradigan narsa. Qo'yaman men Uzbek Xo deyman. Musor giljiga kirib qolganman bolalar. Xatoyni nomliga xato qilib qo'yganman shu. Men ham nabor qo'yib qo'yaman ozgina. Emotsiya emas, lekin nabor o'pib beradi odamga. Men bu kiyim ham zo'r kiyim. Set qilganman ular. Mana qo'yib qo'yaman. Hop. Hoppale bo'ldi. Mana bo'ldi. Ideal bo'ldi. Hammaga xayr bolalar, video shu joyda tugadi. Like, podpiska bosib qo'yinglar. Montajda ko'rasiz o'zingizlar. Xayr bolalar.